Birinchi o'sha suhbat uchun oldin ala sizlarga alg'is bildiraman. Eng aldamin meni hukumin qamtamasiz etgan Qozog'iston Respublikasining tungish prezidenti Elbasi Nursulton Nazarboyevga alg'isim cheksiz. Barchanizda kelajatgan 1-желтоқсан Qozog'iston Respublikasining tungish prezidenti kuni merikasini qutlaqlayman. Shigarmachilik tobisa tilayman. Atajonim nazari Ibrohim Yaqubali o'la bo'laman. Bilim izib Shalg'ayga Qozog'istonga o'qishga bordim. Qozoq Ultuq agrarlik universitetinde su resurslari және suda foydalanish mamligi bo'yicha bilib oldim. Bakalavriat atandim. Qozog'istonga borganimga chin yurakdan quvonishdim. Hozir Qozog'istonning elchiligining ko'magi bilan Afg'onistonda Kobul qalasida qozoq tili sabog'ini berib ishlatyapman. Mаған Qozog'iston o'ta unaydi. Eng bastasi Qozog'iston o'z xavfsizligini olib, ulkan mumkinliklarga ega bo'ldi. Elda xavfsizlik, zang, azadlik, tinchlik bor. Qozoq xalqi yer yurik, do'stlikqa adal, birik, bavurmol, qunaqjay xalq ekanining guvohi bo'ldi. Qozog'istonning Afg'oniston studentlarining o'quv grantlarini bo'ladigan maqsadlarining biri qozoq elining madaniyati және tilini tanishtiruv orqali ikki yerda ruhoniy bog'lanishlar, do'stlik qarinqatnasini nig'aytuv qamtamasiz yetuv negizin qalbdastirish deb o'ylayman. Afg'onistonda alg'ashli qozoq tili kursining achiluvi ikki yildagi bog'lanishlarimizni yaqinlatib nig'ayta tusira aniq. Mening o'sha qozoq tili kursini ochgandiga negizgi maqsadim Qozog'istonda o'qig'asi keladigan afg'on yoshlarni qozoq tili o'qitib jo'g'ari bilim oluvini iqbol etuv. Agar Qozog'iston tarafidan maqan qo'llov ko'rsatib ara qaray damuvimga yaxshi mumkinlik bersa, qozoq tili kursin afg'on qozoq maktabi deb ashar edim. So'l maktabda Afg'onistonning qozoqlari және boshqa ullari qozoq tilini o'qib, o'rganib, bo'lajaqda Qozog'istonga jo'g'ari bilim olishga jibiretin bo'lamiz. Salomatsizmi? Mening atim Akbar. Mening atim Tayyiba. Mening atim Parvona. Salomatsizmi? Mening atim Habibulloh. Mening atim Qurbon. Barchanizga kelajatgan 1-желтоқсан Qozog'iston Respublikasining tungish prezidenti kuni merikasini qutlaqlayman. Shigarmachilik tobisa tilayman. Terrorizmning oldin qo'ying.